Agar bu qishloqqa ko'chib kelsangiz 30 ming dollar berishar ekan. Alpendomli Shvetsariya qishlog'i, Alp tog'larida joylashgan. Sehrli tabiat, tinchlik, top-toza havo, oilangiz bilan maza qilib yashasangiz bo'ladi. Hattoki mol ham boqsangiz bo'ladi. Aholi kamayib ketganligi sababli odamlarni jalb qilish uchun pul taklif qilinmoqda. Yolg'iz bitta shaxsga 30 ming dollar, har bir bola uchun 12 ming dollar ekan. Men ikkita bolam bilan boradigan bo'lsam 84 ming bo'lar ekan. Bu imkoniyatdan faqat 45 yoshdan yosh bo'lganlar foydalanadi. Shvetsariyada kamida 10 yil yashashga tayyor bo'lib, eng kamida 200 ming dollar uyni ishlab qurish kerak va undan tashqari esa yillik daromadingiz 60 ming dollar atrofida bo'lishi kerak. Ammo eng kam ish haqi 3 ming dollardan 12 ming dollarga tashkil qiladi. Nega bu qishloq bunday imkoniyat yaratib bermoqda? Albinin juda ham go'zal qishloq, ammo yoshlar shaharga ko'chib ketmoqda. Maktablar, do'konlar yopilib ketmaslik uchun aholi sonini oshirish juda ham zarur. Shu sababdan shvetsariyaliklar biz sizni qabul qilamiz, pul beramiz, faqat kelinglar deyshmoqda. Siz bunday imkoniyatdan foydalangan bo'larmidingiz? Kommentariyada yozib qoldiring.